Simxona. Partadagi yozuvlar hammasi xotiraga aylanishini bilmagandik. On bir yil, 11 kun bo'lib o'tdi ketdi. Bolalik tugadi, manzilga yetdi. Kecha qachon tugatarmiz derdik hammamiz. Bugun esa to'xtab qolsin deymiz vaqtimiz. Parta ustida qolgan o'sha xotiralar, safdoshim bizni kutmoqda boshqa shaharlar. Birimiz talaba, birimiz olisda, lekin bu kunlar qoladi doim xolisda. Vaqt to'xtamas, shiddat bilan o'tib borar. Maktab bog'ida so'nggi barglar to'kilar. Bu oxirgi qo'ng'iroq, oxirgi imkon, aytilmagan gaplar yurakda hamon. Bugun ko'zlar nam, bugun hamma jim, chunki dars tugadi, tarqaladi sinfim. O'sha shovqinli yo'laklar sog'intiradi hali. Biz qaytib bormaymiz, bu eng og'ir mahali. Ustozim kechiring, ba'zan qildik sho'xliklar. Bizni inson qilish edi niyatlar. Kundalikdagi baholar emas ekan muhimi. Muhimi yo'qotmaslik insonlik ruhini. Xayr endi maktabim, xayr bo'lalik. Biz katta bo'ldik, dunyo ekan murakkablik. Do'stlarim, yo'lingiz oqiq bo'lsin har qachon. Qayerda bo'lsangiz ham bo'ling sog'-omon. Doskadagi so'nggi so'z, xayr maktabim. Yurakda esa bitmas shirin bir sog'inch. Bu oxirgi qo'ng'iroq, oxirgi imkon, aytilmagan gaplar yurakda hamon. Bugun ko'zlar nam, bugun hamma jim, chunki dars tugadi, tarqaladi sinfim.